15 ming dollardan Nazarbek Pushkindan joy qo'yamiz. Katta ko'chadan bir 300-400 metr kirib kelinar ekan. Bu joyga Ahilobod mahallasi bo'lyapti. Qaranglar aka, mana mashi visokovoltnikni tegi polniy ko'chaga bu qo'yapti. Mana bu yog'i polniy ko'chaga tashab ketilar ekan. Mana mashi Dovolli qirrasidan ketdi oxirigacha, shu yerdan nariyog'i 307 sotu bo'lyapti. Dokumentalniy joy, kadastrlar hammasi chiqqan joy 307 sotu bo'lyapti, hujjatlari bor. Ya'ni bu yoq taraf hammasi sizlarga bo'lib qo'yapti. Qanaqa foydalanish mumkin? Kirib, chiqib, yo'lak qilib, tashab, xohlasangiz darvozani etdi yoki betda qilib olsangiz ham bo'ladigan shart-sharoitlari bor. 307 sotuga 55.500 dollar startoviy narx so'ralyapti. Endi qarang, ko'chalarni ham aytaman. Razmer betda ikkita imoratni bemalol sug'orsa bo'ladi. Ikkita imoratni bemalol qurib olsa bo'ladi. Mana o'zlariga ham ruxsat berilgan, o'zlari ham qurib olganlar hammasini. Orqa tarafdagi uylarni ham ko'ryapsizlar, hammasi yaxshi yangi imoratlar. Yaqinda qurilgan yangi imoratlar, o'zlari ham yaqinda qurgan ekanlar. Endi mahallani ham bitta ko'rsataman. Mahallani ko'ryapsizlar. Mahalla keng. Mana bu yoq taraflarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Mahalla juda ham keng, asfaltlar qilib qo'yilgan. Mana katta ko'cha. Taxminan bir 300 metr yoki 400 metr masofa chiqadi shu joyimizga. Nomer qoladi. Kimgadir qiziq bo'lsa shu joyimizga aloqaga chiqinglar, inshaalloh chiroyli narxlarda savdosini qilib, barakasini qilib olsa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.